Mana shu kompyuter chiqdi-yu, sintezatorchi ukamizni bir minutga taklif qilaman, eng zo'rini. Sintezator chaladigan ukalarimiz bittalaring kelinglar. Mana shu narsa chiqdi-yu. Mana shu muzika asboblari chiqdi-yu, ashulachilar ham ko'payib ketdi. Ko'paygani xursandchilik, lekin torlarni yo'qolib ketishi menga yoqmayapti. Tor, nay, g'ichak, akordeon sahnada bo'lardi. Chang qani? Yo'q, changi chiqib ketdi masalan. Mana sintezator. Xo'p. Sintezatorchi ukamiz chaqirib oling. Sintezator chaladiganlar. Siz xodimlari bizga qarab ham gapiring deyishibdi. Qayerdasizlar? Siz xodimlar bu yoqdami? O'ng tomon shoda. Sintezatorga keling. Mana masalan chop berasiz hozir. Va mana shu sintezator chiqdi-yu, torlar ham yo'q bo'lib ketdi. Mana Ilhomjon jo'rabda ko'rdinglar ha? Yoshlar hayron. Ana qo'lda nima ekan ha? Bunday qilyapti. Gitarami nima u? Tor oti. Ilgari mana shu torda ashula aytilgan bitta doira bilan. Keyin chiqdi mana ular. Yaponlar buzdi hamma yo'qdi. Bu sintezator ichida hamma narsa bor. Nayam bor, g'ichchak ham bor. O'zbekka karnay kerakligini ular qayerdan biladi? Surna ham bor, doira ham bor. Bitta narsa yo'q, faqat raqqosa yo'q xolos. Agar raqqosa ham bo'lganda ichida, tamom edi. Shuni klapdan bosib pirt chiqardi ichidan. Qazra qusur o'ynab ketaverardi. Mana shu bitta raqqosaning ilojini topolmayapti hozir. Mana shu narsa chiqdi-yu, nima deydi? Hammamizni qoyil qildi. Qarang, karnay bormi? Karnaymi, surnaymi chop bering. Qarang, yaponlar surnay kerakligini qayerdan biladi o'zbekka? Shuni ham tiqib qo'yib ketdi-chi. Qarang. Cholo. To'ylar muborak. Qarsak, surnay, choling. Yaponiya! Rahmat. Bu o'ynatib yuboradi-ya bu yaponlar. Surna ham bor, nog'ora ham bor. Nog'orachini nonini yarimta qilib nima kerak bor? Bir o'zbek bolasi mana bitta to'qir qilib turganda, tirikchilik o'tardi. Mana shu chiqdi-yu, yo'q bo'ldi qo'ydi bular ham. Qancha yosh nog'orachilar yo'q bo'lib ketdi. Buning ichida chaqaloqning ovozi ham bor, xotinlarning yig'layotgani ham bor, eri kelganda xursand bo'ladigan joyi ham bor. Yomg'irda ovoziga bola bormi? Yomg'irda ovozi ham bormi? Yomg'ir. Bir yomg'ir yog'dir. Shu yomg'ir yetmay turdi o'zi. Endi bitta shamol bo'lsa aka bir mazza qilaylik, shamol. To'g'rimi? Hammamizga shamol kerak. Bugun hammamizga dam bo'ldi, havo dim bo'ldi. Qani bir shamol bo'lsin. Shamol. Muzikalniy shamol. Muzikalniy shamolni ko'rganmisizlar? Mama Qodirani o'rniga muzika. Yaponlar balo. Shamol. Faqat yomg'ir aralashgan shamol. Qarsak aralashgan shamol bo'lsa kerak. Endi yana nimalar bordi? Tambur chopering, tambur sadolari, dutor, tambur. Tamburni qayerdan biladi yaponlar? Dunyoning narigi chekkasida turadigan yaponlar tamburni ham olib ketib qo'yibdi ichiga. Tambur, o'rtari chopering. Yo'q, o'rtara emas, saydin qo'yib bering, sayot chopering. Hamza bobomiz yozgan. Cholamiysizmi? Nargisda bormi? Nargis sintezatorchi, bu yoqqa keling, tez keling. Sintezatorchi, Nargis, oti nima bu sintezator? Yaponcha o'qishdan bilmayman. Ha? Kompyuter. Alijon. Mana bu yigitlar hali hattoki chalishni bilmaydi bular. Yaponlar chiqarib qo'yibdi, biz chala olmaymiz. Shunaqa bir ajoyib bir qizil nur kelyaptimi o'sha yoqdan? Sintezator suvga cho'kib ketganmi bola? Kompyuterchi, xullas kalom. Mana shu sintezator chiqdi-yu, hamma to'ylarimiz payzi bo'lib ketdi. Men yaponlarni maqtamoqchi emasman. Yaponlarga tenglashaylik demoqchiman. Bittasi aytdi, "Hojiboy aka, biz ham yaxshi ketyapmiz. Mashina zavod qurdik, yangiliklar qilyapmiz. Biz ham shu ketishda kelsak yaponlarga necha yilda yetamiz" dedim. Aytdim, "Voобще yeta olmaymiz" dedim.
Nega dedi? Chunki yaponlar ham bir yerda turmaydigan xalqda. Bular ham oldinga qarab ketaveradi, biz ham mana shu ketaveramiz orqasidan. Mana shu oramizda 30 yilmi, 20 yilmi farq bormi? O'sha qolaveradi o'rtada. Haqiqatan ham biz ham zo'r ketyapmiz, lekin yaponlarga qoyil qolish kerak. Endi masalan televizor, pul topsak televizor olamiz. Televizor qanaqasidan olamiz? Yaponiya, Panasonic, Sony, yana bir narsa degan televizor olamiz. O'sha televizorni hozir ukamiz chop bera olmagandek qo'ya olmaymiz. Olib kelamizda mahallani yig'ib olamiz, yo'q o'tiraveramiz. Bu boshqacha ekan bu. Mana knopkani bossanglarmi? Desa, "Ha, buni kecha bosganmiz." Desa, "Iya, kechadan beri o'tiribsizlar bu yerda." Desa, 3 kun bo'ldi kelganimizga. "Iya, 3 kundan o'tiribsizlarmi?" "Ha, qo'ya olmayapmiz." Bu vobshi boshqacha ekan-ey. Deb tursa bitta 2 marta oliy ma'lumotingiz bor ekan, og'aylar sharmanda qildinglar. Ha, bir rezetkani to'kkulamabsiz-ku. Baraka topinglar. Ana qizil chiroy yonda. Ana bu yerga tushunmayman endi, tamom endi. Yana sudga o'tiramiz. Televizor asli qayerdan kelib chiqqan? O'zbekistondan kelib chiqqan. Bundan bir necha yuz yil oldin Navoiy bobomiz asarlarida paydo bo'lgan bu. Farhod va Shirin dostonini o'qigan bo'lsanglar, o'sha yerda yozib qo'yibdi. Farhod Shirinni oynay jahonnomada ko'rib, yaxshi ko'rib qoladi. Demak, Shirin bundan bir necha yuz yil oldin o'sha oynay jahonnomada diktor bo'lib ishlagan ekan. Ana qo'qali qizimizga o'xshab. Bo'lmasa Farhod singlim qayerdan biladi u televizorda? Ko'rib qolganda shu televizorda. Masalan, Shirin sizga o'xshab diktor bo'lib ishlagan. Shuning uchun o'sha Farhod va Shirinda bor o'shanaqa hushdan ketib qoladigan joyi bor. Yaponlarchi televizorni butun dunyoga sotyapti, bizniki deyapti. Asli bizniki u. Bizdan qolgan televizorlar bilan biz maqtansak arziydi. Yaponlar emas. Endi kerak bo'lsa, yaponlarni